Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun ko'chatlarimizni taxlab boshladik, oxirgilarini. Boshqa ko'chatlarimiz ham tugadi. Mana shunaqa holatda ko'rinishda bo'ladi ko'chatlarimiz. Mana bunaqa qilib upakovka qilib, shu tomiri shamollab qolmasligi uchun. Bu shamolda bunaqa hullab qo'ymasak, tomir qurishib qolgandan keyin ko'karmasligi mumkin-da. Bunaqa qo'yilgan holatda ular 5 kun, 6 kun, 1 hafta ziyodroq ham chidab turaveradi. O'sha ayrimlari kurtaklab bariga ham chiqarib boshlabdi. Tomir qurilgan bo'lsa farq qilmaydi, ziyon qilmaydi. Kurtak chiqarsa ham. Mana shu holatda bo'ladi ko'chatlarimiz. Qiziqingizlar, ulgurib qolingizlar. Oxirgi partiyamiz. Qaysigina bir 150 ta taxlovdik, ular sotib bo'ldik. Endi mana bu partiyani ham sotib bo'lsak, shu bilan tugaydi ko'chatlarimiz. Qarangizlar, ko'chatlarimizda dastlabkilari bor. Bu Samarqand viloyati Paxtash tumanida yetishtirilyapti. Ko'chatlarimizning donasi 100 mingdan bo'lyapti. 2 ta olsangizlar, pochta pulini bo'lamiz. Agar 3 ta ziyodroq olamansanizlar, pochta puli men o'zim hisobimdan bo'ladi. Bitta ko'chat sotolmayman, chunki bitta daraxt ekib bo'lmayganda changlanish kerak ekan. O'sha uchun yo jupi bilan, yo 3 ta qilib olingizlar, yo 4 ta, yoki qo'shnilar bilan, tanishlar bilan birgalikda birdan 4 ta, 5 ta zakaz qilsangizlar ham bo'laveradi. Buni qarangizlar, ko'chatini ekkandan keyin bir 2 yilgacha qo'ng'iroqlashib turasizlar. Mana ko'chatni olib ekuvdim. Mana hosil berdi, ili hosil bermadi, ili nimaga rivojlanmayapti, nima qilish kerak? Rivojlanib, hosilga yaxshi borgandan keyin ham mana hosilga keldi. Buni mevalar qanday qilib iste'mol qilinadi, kimlarga mumkin emas degan maqsadda so'rab qo'ng'iroq qilib borasizlar. Undan keyin mana qurtilgan mevalarni saqlash yo'llarini ham o'rgataman. Qo'ng'iroq qilsangizlar, so'rab o'rganish kerak-da. So'ragan odam ko'p narsaga erishadi. Erinmaslik kerak, 1,5 trubkani ololmay qolaman. Ololmay qolsam ham yana qayta qo'ng'iroq qilaverish kerak. Bu maqsad yaxshi o'rganib olish kerak. Shunchaki bir agratni to'rda qolib ketmasin deyman-da, bundan to'liq foydalanish kerak. Bu shifo baxshiga shunchalik darajada bir yaxshi narsaki, даже mana aptekada dorilardan ham yaxshi. Doim iste'mol qilib yurgan odamda juda bir yaxshi effekt beradi-da. Deyarli hamma kasalga foyda qiladi. Doim iste'mol qilsangiz sizdan nafaqat davlina, qon bosimi, sahar, suyak emirishlar, ko'zda nuriga, ko'zdagi kataraktlargacha ketadi. Doim sog'lom yashaysiz. Doim chiroyli ko'rinasiz. Ayniqsa mana ayollarimiz. Odamni yoshartiruvchi xususiyatlari bor deyilgan. Keyin umrni uzaytiruvchi xususiyatlari bor. Agarda doimiy iste'mol qilib yursangiz, 100 dan oshasizlar. Bunaqa deb aytishimga sabab, insonning immuniti baland bo'lsa, modda almashinuvi yaxshi bo'lsa, ichaklarni yaxshi tozalab turgan bo'lsa, qabziyat bo'lmasa, odamzodda hech qanaqa kasallik bo'lmaydi. Hech qanaqa kasallik. Endi kasallik degani mana surunkali, saqir, qon bosimi, suyak yemilish, yurak yetishmovchiligi, qondagi tromblar, bunaqa narsaga odamzod uchramaydi-da. Qoni normal suyuqlikda bo'lib, immuniti baland bo'lsa, inson xohlaysizmi yo'qmi ko'p yashaydi. Mana farzandlar boshida yuribsizlarda, davlatimiz pensiya berib turgan bo'lsa, mana otaxon, onaxonlarimiz yuzlarga kirib, o'zingiz yurib, o'zingiz kirib chiqib turgan bo'lsangiz uyga, yuribsizlarda bosh bo'lib oilaga. Sizlar shu uzoq umr ko'rsangizlar, biz yoshlar xursand bo'lamiz sizlardan. Mayli qiziqingizlar, avvalambor Xudo umr bersin, sog'lik bersin. Xudo nasib qilsa mana shu narsalar sizlarga kichik yetkazib berishimga. Qiziqingizlar, olingizlar. Doim hamkorlikda birgalashib, qo'ng'iroqlashib ishni olib ketaveramiz nasib bo'lsa. Buni ekkanda ham qarangizlar, birinchi yil suvni yaxshi ko'radi. Endi suvni yaxshi ko'radigan qanday? Kam bo'lsa ham tezsiz solib turish kerak. Shu tagida suv ko'llab qolmasligi kerak. Doim tagidan suv o'tib turmasligi kerak.
Ikkinchi yilga o'tib suvni kam xohlaydi. Chunki suv ko'p ichadigan bo'lsa, ko'p sug'oriladigan bo'lsa, yo tagida suv turib qoladigan bo'lsa, so'tkalab tomiri chirib qoladi. O'sha uchun ikkinchi yilga o'tib suvni ko'p xohlamaydi. O'sha tomonlarga e'tiborli bo'lingizlar. Buni telefon qilib yil davomida tushuntirib ketaveraman. Vaqtlaringiz bo'lganda qo'ng'iroq qilib so'rab surishtirib ketaveringizlar. Maqsadimiz shtobi yaxshi rivojlantirib, kelajakda bir yaxshigina foydalanib yurish, sog'lik uchun. Iste'mol qilsangiz, sog'liklaringizdan shikoyat qilmaysizlar. Doim yaxshi, sog'lom yashaysizlar. Buni qarangizlar, ekishda ham quyosh tushadigan joyga ekilishi kerak. Bu quyosh sevuvchi daraxtlardan hisoblanadi. Sovuqqa qoladigan bo'lsak, 27 gradusdan 40 gradusga chidaydi. Issiqqa mana 25-yilda ham necha gradus issiq bo'ldi o'zingiz bilasizlar, lekin umuman barigiga ham даже mushayt qilgan yo'q issiq. Kasalligi hali qayd qilinmagan. Oziqalardan faqat molni go'ngidan berilishi kerak. Bu ximikat oziqalar ishlatmaslik kerak, iloji boricha ximikat ishlatmaslik kerak. Chunki o'zingiz iste'mol qiladigan mahsulotga ximikat kerak emas. Endi ximikat ishlatadigan bo'lsa, balkim hosili katta bo'lar. Lekin u hosilga o'tib ketadi u ximikatlar. Tarkibini ham buzishi mumkin. O'sha uchun faqat tabiiy oziqalar bilan oziqlantirib borish kerak. Mayli, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'lingizlar, Xudo ekkanlarga barakasini bersin. Doim qo'ng'iroqlashib hamkorlikda bo'lib turaylik. Ishlaringizga omad. Sog' bo'lingizlar. Zakaz qilingizlar, qo'ng'iroq qilib. Oxirlashib qoldi sezonimiz ham. Yetkazib berayapmiz nasib bo'lsa. Mayli, yaxshi kunlarda uchrashaylik.